Koreyada dam olish kunimiz. Kuni bo'yi dars qilib qornimiz ochib ketdi. Keyin qo'llarimizni o'ynatib o'zimiz biror bir mazali taom tayyorlaymiz dedik. Kecha qor yog'ganiga ko'cha juda ham sovuq edi. O'shaning uchun yonimizdagi bozorchaga kirib masalliqlarni sotib oldik. Keyin esa kafega kirib o'zimiz yoqtirgan latteni olib uyga ketdik. Koreyaga kelganimizdan keyin Fotima Zuhrani bir kunni ham kofesiz o'tmaydigan bo'ldi. O'zbekistonda har kuni choy ichardik, Koreyada esa kofe. Aynan sizlar bizani bemalol ajratishinglar uchun FZ yozuvli yangi fartuq oldik. Yoqdimi? Yoshligimizda onajonimiz bilan turetskiy somsakov qilardik. Juda ham yoqtiramiz. Bugun o'shaning retseptini sizlar bilan ham bo'lishamiz. Yengimizni shimarib xamir tayyorlashni boshladik. Xamir uchun 250 g margarin, 250 g qatiq, 3 ta tuxum sarig'i, tabga ko'ra tuz va soda va albatta un solish esingizdan chiqmasin. Tayyor bo'lgan xamirni tindirish uchun xolodilnikka qo'yib qo'ydik. Nachinkaga esa yarim kilo qiyma, cho'rkadan chiqarilgan 2 ta piyoz va kartoshka, tabga ko'ra zira va tuz solinadi. Qolgan jarayonlarni video orqali ko'rib olishingiz mumkin. Bitta somsa yegimiz kelib duxovka zakaz qildik. Fotima Zuhra, o'z oringlarda kim ko'proq ovqat pishiradi deb so'raysizlar. Har doim birga yurganimizga birga pishiramiz-da. Bu gapimizni eshitib, turmushga chiqsanglar endi nima qilasizlar deb so'rashingiz aniq. Bunisi bizga ham qiziq. Boshqa egizlarni bilmaydi-ku, biz hamisha bir xil bo'lib yurgimiz keladi. Hattoki uyda ham bir xil kiyinib yuramiz. Instagram uchun o'zgarmaganmiz. Gapirib bergunimizcha mazali somsalarimiz ham tayyor bo'ldi. Mehmonga kelinglar.